Bugun biz sizlar bilan Google kompaniyasining eng zo'r flagmanlaridan biri bo'lgan Google Pixel 7 seriyasi, ya'ni Pixel 7 va Pixel 7 Pro smartfonlarini solishtirib ko'ramiz. Pixel 7 Pro ixcham telefon xohlaydiganlar uchun yaxshi performans bera oladimi? Pixel 7 Pro rostdan ham Pro nomiga mosmi? Hozir bu savollarga javob topamiz. Ha, aytgancha kanalimizda 10 mingta bo'lishimiz bilan obunachilarimizga Google Pixel 7 Pro smartfonini sovg'a qilamiz. Shuning uchun albatta like va obuna tugmachalarini bosib qo'ying va konkurs o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmang. Qani bo'lsangiz boshladik. Ushbu smartfonlar 2022-yil oktyabrda taqdim etilgan bo'lib, Pixel 7 smartfonimiz 8 lik versiyasi $600 va 8 256 lik versiyasi $700 dan sotuvga chiqarilgan. Pixel 7 Pro smartfoniga keladigan bo'lsak, 12 128 lik versiyasi $900, 12 256 lik versiyasi $1000 va 12 512 lik versiyasi $1100 dan sotuvga chiqarilgan. Xullas, qisqa qilib aytganda narxi 1,5 barobar farq qilyapti. Endi testlarni ko'rib o'zingiz solishtirasizlar, 1,5 barobar farqi qaysi biri ko'proq arzishini. Aytgancha, bu taqdimotdagi narxlar, hozir narxlar ancha tushgan, chunki chiqqaniga 2 yildan oshdi. Hozir masalaga o'sha chiqqan paytidagi yangisini narxini aytdim. Hozir bozorda bu videoni ko'rayotgan paytingizga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun hozir bozordagi narxlarini aytmayman. Xo'p, endi dizayniga keladigan bo'lsak, Pixel 7 smartfonimizda 3 xil rangi bor. Obsidian Black, ya'ni qora, va Snow White, ya'ni oq. Hozir qo'limizda shu rangidan. Va 3-rangi Lemongrass, ya'ni shu och yashil, salatvitsi ham bo'ladi. 7 Pro keladigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa qora oq ranglari va 3-rangi bunda Hazel'ning tarjimasi qanaqa bo'ladi? ChatGPT dan so'rab ko'ramizmi? Xullas, ko'rib turganingizdek, ChatGPT bizga yong'oq yoki yong'oqsimon rangda tarjima qildi. Bizning qo'limizda hozir aynan shu rangi. Aynan shu rangida ramkalari tilla rang bo'ladi. Qolganlarida qorada qora, oqda kumush rang ramkalar bo'ladi. Aynan Hazel rangida shunaqa qanaqadir neobichniy tilla rang ramka bo'ladi. Va dizaynini farqini solishtiradigan bo'lsak, tepa tarafida faqat Prosida beji antennasi bor, qolgan tomonlari bir xil. Pasti ham, yon tarafi ham, tepasi ham hamma tomoni bir xil, slotlari va tugmachalarigacha hammasi bir xil. Ramkalarda farqi shu, Prosida glassiy ramka bo'ladi, oddiysida mativiy ramka bo'ladi, lekin glassiy ramkaning minus tomoni asosan mana shu kamera qismlarida ko'pincha qirilish kuzatiladi Prosida. Endi displeyga keladigan bo'lsa, Pixel 7 da 6.3 dyuymli Full HD AMOLED ekran, Pixel 7 Pro da bo'lsa 607 dyuymli LTPO AMOLED ekran ishlatilgan. Bu degani LTPO 10 Hz dan 120 Hz gacha o'zi adaptiv o'zgarib ishlaydi. Pixel 7 da bo'lsa 90 Hz ekran. Nega bu chastotasi past deydigan bo'lsangiz, endi bu 2,5 yil oldin chiqqan smartfon. Bundan keyingi 8 va 9 larda уже 120 Hz ekran qo'yilgan. Xo'sh, ana endi ovoz testiga keladigan bo'lsak, hozir ikkalasini ham ovozini, balandligini va baslarni solishtirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ovozida, balandligida unaqa juda ham katta farq sezmadim, lekin sifat bo'yicha Pro ozgincha yaxshiroq. Balandligi ham ozgincha farq qilyapti, lekin Pixel 7 ning o'zi ham juda yaxshi chiqarib beryapti ovozni. Pixel 6 larda ozgincha bu kuchsizroq edi. Ko'chada ishlatganingizda ancha sezilardi bu. Shovqinli joylarda bo'lsa, ovoz yaxshi eshitilmay qolardi. Bularda hozir 7 ning o'zi ham ancha yaxshi chiqarib beryapti. Xo'p, ana endi interfeysini ham bitta test qilib ko'ramiz. Endi ikkalasida ham bir xil protsessor turgandan keyin buni solishtirib ko'rish qanchalik to'g'ri bilmadim. Xo'sh. Почти bir xil ikkalasi ham. Bu ham почти bir xil. Google'da lekin 7 tezroq kirdim. Balki o'sha akkauntga kirilgani uchunmi yoki. Chiqib ketib boshqadan kirib ko'ramiz. Da почти bir xil kirishlari, hammasi почти bir xil.
Endi ikkalasida bir xil protsessor bo'lgandan keyin o'zi buni solishtirish o'zi xato. Xo'p, o'yinlarda ham test qilib ko'ramiz bo'lmasam. Yetti Pro ancha tezroq kirdi. Xo'p, grafikasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda customize Xo'sh, bu yerda smoothga qo'yamiz. Smoothda ikkalasi ham 60 fps ochyapti. Balance qo'yib ko'ramiz. Bunda ham ikkalasi ham 60. HD ochilmagan ekan. Bunda ham ochilmagan. HDR ga qo'yib ko'ramiz. HDR da ham 60, Ultra HD da adashmasam 45 fps bo'lishi kerak. Hozir bizda ochmagan, lekin Ultra HD da aniq 45 fps chiqadi ikkalasi. Xo'sh, endi tizimi va protsessori keladigan bo'lsak, ikkala smartfonimizdan Android 13 bilan jihozlangan va Android 18 gacha обновление bo'ladi. Va protsessori to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan Google Tensor G2 protsessorlari qo'yilgan. To'g'ri, bu Exynos'ga o'xshab boshqa konkurentlariga qaraganda slabiyroq bo'ladi, lekin Google baribir shu slabiyroq protsessorlar bilan ham tizim interfeysini juda ham silliq ishlaydigan qilib ishlab chiqargan. Va endi batareykalarimizga keladigan bo'lsak, bunda 4355 mAh batareyka va 20 vatli simli va simsiz zaryadlash bilan jihozlangan. 7 Pro'imizda bo'lsa 5000 mAh batareyka va 23 vatli simli va simsiz quvvatlash bilan jihozlangan. Ikkalasida ham reversive charger bor. Bu bilan AirPods yoki o'sha har xil aksessuarlarni zaryadlay olsanglar bo'ladi. Endi haqiqiy ishlashi, batareykasi qanchaga yetib beradi deydigan bo'lsanglar, men ikkalasini ham ancha vaqt davomida ishlatib ko'rganman. Bir kunga bemalol yetkazsanglar bo'ladi. Agar o'rtacha darajada foydalanadigan bo'lsanglar, agar menga o'xshab kuniga 10 soatdan oshiqroq foydalanadigan bo'lsanglar, bir kunga yetmaydi. Orada yana bir marta zaryadga qo'yishinglar kerak bo'ladi. Lekin agar o'rtacha 7-8 soat kuniga ishlatadigan bo'lsanglar, bir kunga yetkazsanglar bo'ladi. Zaryadlash tezligi haqida gapiradigan bo'lsak, ikkalasi ham unaqa juda ham tez ham deya olmaymiz, juda ham sekin ham deya olmaymiz, o'rtacha desak bo'ladi. Og'ir ishlik ishlatmasdan o'yinlar o'ynamaydigan bo'lsanglar, oddiy ishlatishga ikkalasi ham bemalol yetib beradi. Xo'p, endi kameralari keladigan bo'lsak, ikkalasi ham asosiy kamerasi bir xil 50 megapikselli, ikkalasi ham 4K da 60 fps, Full HD da slow motionga qo'yganda 240 fps gacha video yoza oladi. Ultra wide kamerasi ham ikkalasi deyarli bir xil. 4K da 60 fps va Full HD da ham 60 fps yozadi. Va Pro'sini farqi bu yerda 5x optik zoomga ega bo'lgan telefoto kamerasi bor. Bu 4K da 60 fps va Full HD da ham 60 fps video yozadi. Selfie kamerasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 18 megapikselli selfie kamera bilan jihozlangan. Ikkalasi ham 4K da ham 60 fps, Full HD da ham 60 fps video yoza oladi. Testlarni hozir ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ikkalasi ham Full HD 60 fps da asosiy kamerasida yozilyapti. Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ikkalasi ham 4K 60 fps da. Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ultra wide kamerasida ikkalasi ham Full HD 60 fps da. Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ikkalasi ham ultra wide kamerasi 4K 60 fps da. Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ikkalasi ham Full HD 60 fps da. Selfie kamerasi testini ko'rsanglar bo'ladi. Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ikkalasi ham 4K 60 fps da selfie kamerasi testini ko'rsanglar bo'ladi. Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari foto testini ham ko'rsanglar bo'ladi. Birinchisi asosiy 50 megapikselli kameramiz va 3x qilgan holatda ham farqini ko'rsanglar bo'ladi. Va ikkinchisi ultra wide kameramiz 12 megapikselli va buni ham 3x qilgan holatda farqini solishtirsanglar bo'ladi. Va uchinchisi 5x optik zoomli telefoto kamera Pixel 7 Pro da. Pixel 7 da telefoto kamera mavjud bo'lmagani uchun asosiy kamerasini 5x sifrovoy zoom bilan yaqinlashtirib oldik. Va oxirgisi 18 megapikselli selfie kameramiz va buni ham 3x crop holatida farqini solishtirsanglar bo'ladi. Xo'p, mana Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari asosiy kamerasi Full HD 60 fps da. Video testini ko'rishingiz mumkin. Menimcha rangli chiqarishi ham, yoritib berishi ham yomon emas. Bu toz videodan ko'rinayotgandan ko'ra qorong'iroq tasvir, lekin videoda ancha ochib beryapti.
Xo'p, mana endi Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari asosiy kamerasi tunda 4K 60 FPS da video testini ko'rishingiz mumkin. Video stabilizatsiyasi va detalizatsiyasiga ham baho bersanglar bo'ladi. Xo'p, mana Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ultrawide kamerasi tunda Full HD 60 FPS da video testini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari ultrawide kamerasi tunda 4K 60 FPS da video testini ko'rishingiz mumkin. Video stabilizatsiyasi va detalizatsiyasiga ham baho bersanglar bo'ladi. Xo'p, mana Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari selfie kamerasi tunda Full HD 60 FPS da video testini ko'rishingiz mumkin. Stabilizatsiyasi va ovoz sifatiga ham juda baho bersanglar bo'ladi. Xo'sh, mana Pixel 7 va 7 Pro smartfonlari tunda selfie kamerasi 4K da 60 FPS da video testini ko'rishingiz mumkin. Stabilizatsiyasi va detalizatsiyasiga ham baho bersanglar bo'ladi. Ana endi Google Pixel 7 va 7 Pro smartfonlarini tunda ham foto testini ko'rsanglar bo'ladi. Birinchisi 50 megapikselli asosiy kameramiz va 3x crop holatda ham farqini solishtirsanglar bo'ladi. Ikkinchisi ultra wide kameramiz, 3x crop holatda ham farqini solishtirsanglar bo'ladi. Va uchinchisi 5x optik zoomli telefoto kamera Pixel 7 Pro da 3x crop holatda ham farqini solishtirsanglar bo'ladi. Va oxirgisi 18 megapikselli selfie kameramiz va buni ham 3x crop holatida farqini solishtirsanglar bo'ladi. Ikkala smartfonimizdan Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 bilan jihozlangan. Pixel 7'mizda 5G antennasi bo'lmagani bilan ikkalasi ham 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Ikkalasida ham eSIM bor va fizik sim karta faqat bitta ketadi ikkalasida ham va ikkinchisiga eSIM qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, ana endi xulosaga keladigan bo'lsak, qaysi smartfonni kimga tavsiya qilishim aytadigan bo'lsam, ixcham smartfon xohlaydiganlar va oddiy ishlarga ishlatadiganlar uchun men 7 ni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki narxiga nisbatan yaxshi va hamma performanslari почти Pro'nikiga yaqin. Masalan, speakerlari ham yaxshi chiqarib beryapti, protsessori masalan bir xil va asosiy kameralari bir xil. Agar uzoqni rasmga olaman deydigan bo'lmasanglar, Pro'dan deyarli farqi yo'q desa ham bo'ladi. Batareykasi ham masalan bunda 2K ekran bo'lgan hisobiga почти bir xilga yetadi ikkalasida ham. Pro'ni kimga tavsiya qilishimni aytadigan bo'lsam, Pro'ni asosan curved ekran xohlaydiganlar uchun va shu ekrani kattaroq bo'lsin yoki raziyasi kattaroq bo'lsin deydiganlar uchun tavsiya qilaman. Lekin qolgan narsalarda deyarli farq sezmaysizlar, chunki shu batareykasi ham ekran raziyasi hisobiga tezroq ketadi. Protsessor ham juda unaqa farq qilolmaydi. Endi ko'rdinglar, o'yinni ozgincha tezroq kirdi-yu. Sovutish yaxshiroq bo'lishi mumkin kattaroq smartfon bo'lgan hisobiga, lekin umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, ikkalasi ham shu o'zingizlarning baribir xohishingizga borib taqaladi. Men ko'proq 7 ni tanlagan bo'lardim. Va video boshida aytganimizdek, kanalda 10 mingta bo'lishimiz bilan obunachalarimizdan bittasiga Google Pixel 7 Pro smartfonini sovg'a qilamiz. Shuning uchun albatta obuna bo'ling va konkurs o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmang.